Bugungi kunda eksport uchun mo'ljallangan mahsulotning faqat mazasi emas, qadog'i ham juda muhim. Chunki zamonaviy qadoq bu nafaqat chiroyli dizayn, balki mahsulotni tashqi ta'sirlardan himoya qiluvchi, ekologik toza, tashish uchun qulay va qayta ishlash mumkin bo'lgan qadoqdir. Misol uchun, Global Gap standartlariga ko'ra, zamonaviy qadoq quyidagi mezonlarga javob berishi kerak. Mahsulotni mustahkam himoya qilishi, mahsulot haqida aniq ma'lumotlar aks ettirilishi. Bunda qadoqdagi mahsulotning tarkibi, ishlab chiqaruvchisi, muddati va boshqa shu kabi ma'lumotlar. Shuningdek, brending, e'tiborni tortadigan original dizayn. Agar qadoqda QR kod yoki raqamlashtirilgan ma'lumotlar bo'lsa, undanda yaxshi. Xo'sh, nega QR kod muhim bilasizmi? Chunki bu oddiy rasm emas. U orqali xaridor mahsulotning asl kelib chiqishi, sertifikatlari, laboratoriya tahlillari, ishlab chiqaruvchi haqidagi ma'lumotlarni osongina topishi mumkin. Bu esa mahsulotga ishonchni oshiradi, mahsulotni qalbakilashtirishdan himoya qiladi va eksport bozori talablariga mos keladi. Eng muhimi, sizga kerakli zamonaviy qadoqlash korxonalarining ro'yxatini topish oson. Agro ko'makchi mobil ilovasi orqali hududingizdagi qadoqlash xizmatlari, korxonalar va imkoniyatlar haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtni boy bermang, eng to'g'ri hamkorni toping va mahsulotingizni zamonaviy qiyofada dunyoga taqdim eting.